Yana bitta uyimiz, 100 kvadratlik uyimiz srochini sotuvga chiqdi. Arenterimiz Gagarin ko'chani bo'yidagi domdan ko'plar so'ragandi. Gagarindan topib bering deb, Zolotoy etaj, 3-etajda joylashgan, lifti ham bor. Mana shu Pirixoshkadan kirib kelaverish, o'ng qo'limizda garderob shkofi bor, $1000 dan ziyod turadigan mana shu konditsionerimiz ham bor. Qarachi, mana shu xonamiz bu 4 xonalik bo'ladi. Mana shu kattagina hol, mana shu nima ko'ryapsizlar, hammasi qoladi. Har bitta xonasiga televizori bor. Mana shu kattagina hol, mexki mebel turibdi. Ana endi bu ikkinchi xonasi zal bo'ladi. Bunga ham o'zini mebeli bor. Remontga gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonasiga ham televizori bor. Eng qizig'i, do'konturnik kotyol batareyasi bor. Bu uy egasi hozir Izraeldalar o'zlari srochniga pul zarurligi uchun sotilyapti. Bu общий sanuzel bo'ladi. Xitoy 220 ming turadi. Mana shu kafening nimasi, jakuzi, vannalarigacha mana shu texnikani hammasi qoladi. Nima ko'ryapsizlar? Hammasi mana shu yerga qoladigan narsa. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni. O'tirib yeydigan joyi bor. Mana shu mebel, hamma sharoit bor. Gaz plita, bilasizlar, mana vitishkasi bor. Mana bu esa Gagarin ko'chasi. Gagarin ko'chani bo'yidagi dom. Bu yerda esa xolodilnik kattasidan turibdi. Prosta bu yerga hech kim yashamaydi, pul zarurligi uchun srochniga sotilyapti. Bolalarimiz yaxshi ko'radigan detskiy xona bo'ladi. Ikkita divancha qo'ygan, gap bo'lishi mumkin emas. Bu esa kattalar uchun yotoqxona. Bunga ham termozona, televizor, mana shu двухспальный divan, mana shu o'zining garderob shkofi bor, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu Gagarin ko'chasi bo'ladi. Ko'chani bo'yidagi dom. Agar kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, o'zi qarib 100 kvadrat, 98 va 99 kvadrat. Narxi 105 ming. Yana ozgina savdosi ham bor. Kaliti o'zimizda olib keltirib ko'rsatamiz. Yo'qsa, xudo xolasa, sunnatiga muvofiq savdo qilib, barakasini ham qilib beramiz. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.